Muqam altın, muqam gövher onun sizgilerim yantan. Assalamu aleykum. Ve aleyküm esselam. Muqam köşem onun billen külermiş. Vay Leyliler. Erkek baklarının dışı. Ha, kınalı göçülünler. Muqam kelse. Erkek baklarının dışı. Tamam, dostum, köşe besle. Hurekleydi. Bekle. Onga. Ana tavtun bu yaken bir tamam Nesip işte isillikni Uygur nakşesi yanrak Vay Uygur nakşesi yanrak Balam, muqam moğluq mıken? Moğluqken. Ben qaysi muqamda aytdim? Bilmedim. Sizce? Muqam aytishni bildigansiz? Bilmeymen. Sizce? Bilmeymen. Ah, Xudo. Ko'nglim to'limi yerim bo'lyapti. Muqamchi birodar, ko'ngillarni hargiz yerim qilmasala. Bu yerdagi san'atkor Mahmud 30 bo'lib ketgandan beri sizidek muqamni bundoq mo'ngluq aytadigan odamni ko'rmagan turq. Mahmud? Sizlar o Mahmud 30-ni taninglar. Tanıyman. U hozir nerede turdi? O yerda. Zarafshon bo'yida. Tag'a, rahmat sizlarga. Arzimaydi. Ballarim. Men. Rahmat tag'a. Buni ila. Xo'sh amsa. Xo'sh. Xo'sh amsa. Xayr, xo'sh. Yo'l bo'lsin. Xo'sh. Yürünglar, bizim evimiz gidelim. Yürünglar. Şümengu! İmam Mehmetcan! İmam Mehmetcan! Yürünglar bana elektrikten teşrif getirin. Güliren ağası sunbuy Lani sallığa ayakşı Güliren Mahmud akam öydi bağmı? Ben Kadinas dostu Ömer bulumen. Siz? Tağa, özleri dadamını izlep keldi mi? Ha. Kirsle. Rahmet sizlarga kızım. Kızım, bayqı muqamni özleri aytdimi? Tağa, dadam öyde yo'qdi. Sizlar o'yladi o'tag'ich. Aramab tozla.
kesler. Köpük kesler. Amin. Allahu Ekber. Mahmud aka, meni tanıdınmı? Oy. Sizli ordu sazendisi Hazreti Ömer Axun'u. Ha, Ahmet. Obdan tullumı. Allah burun ordudan haydaldık. Şundaq mı? Çay içkeş oltasla. Moş çöllükte bana hamra qılıp amanını saqandek bir farzand bəgin üçün Xudağa min şükür deymen. Çay içle. Ben şundan buyan g'azal o'qimaydigan bo'ldim, lekin hunurimning hammasini o'maq qizimga o'rgatdim. Qizlar muqamni shundoq mo'nliq aytadi ekan. Şundaq. Xudoning iltifoti bilan qizim hozir mendan eshib ketdi. Afsuski, uning rahmatli onasi hay mavdudligimni, qizimning ko'ngli yerim bo'ladigan gapni deb qo'yibdi, men emasmi? Ömer Axunovga özlerini bu yerga Allah yetkizdi. Mening sizlarga deydigan bir talabim batdi. Har qanday talablar bo'lsa, menga tortinmay davasla Mahmud aka. Aman saqan, yeliq narsani olib chiqqin. Ömer Axunovga maqomimiz uchun, qizimning kelgusi istiqboli uchun uni shogirdlikka qabul qilg'ayli. Qolganlar bo'lmadi. Bunchalik kayib ketishning nima hojati? Sizning qizlari mening qizim emasmi? Qani quloq solinglar, bolalarım. Sizlar she'r misralar orqali do'stinglarni madhlab beqinglar. Badamxon. Tal barangliq ho'ylida ichilibdi qizil gul. Ashu gulning ustida xandan urar sho'x bulbul. Gul shoxida desak, texmi bobkanmamdu. O'tiring. Siz ko'zi buloqdek, qish qiyoqdek, chochlari sumbul, hamma bo'lg'ayki angamatdun.
Yaxşı. Rahmat, siz. O kim? O bizning faxrimiz. San'at va fazilat babida kamolatga yetgan Aman Saxondir. Teşekkür dostlarım. Meni maqtab uçurvatdinglar. Manga aql parasat bergan ustozimga. Meni beqib cho'ng qilgan ota-onamga hashqallah. Ko'z açdım bu dunyoga. Tağdın nur tökülgende. Kumlukla büş boldi. Yulduzla muhem kökte. Kalbimden koyaş balkıp. Çaknaydı seher peydi. Ah can dada senin mehrin. Fontandek tökül geçke. Badamxon, to'ylan bir yangi haylik yetishibmisin. Ma'qul. Yana bir kitap qoldi. Aman Saxon, qara, o nimdo. Berib qarab baqayli. Maralken. Yaralanıptı. Assalomu alaykum qizlar. Bir maral qichib kelib qo'ylaringlarning orasiga kirib oldimi? Voy tangay. Biz bu yerda maral ko'midik. Qizchaq, yoshirvog'iningiz bir o'maq qo'zchaq-ku deyman. Ko'rib baqsaq bo'lamdikin. Yo'q. Ko'rsatmaymi? Ketayli. Bu merhum xonimizning shertikisidir.
Sağlığa yaxşı nefesi sen eğer bulsun gülen gül kadriye yetsen bağ ve nefir Assalam Amanisa xan. Va alaykum assalom Badamxon. Nereden geldik yine? Kimlerdi o? Xoş, mehmonlar. Fikirlerini nereden sorayım ki? Assalomu alaykum taqa. Biz ovchidiq. Maralni qo'g'lab yurib yo'ldan ezib qoldik. Ezib qoldik? Yo'q, taqa. Biz mo'ngluq bir g'azalning jalb qilishi bilan bu yerga kelib qoldik. Shundoq. Mondaq danglar. O g'azal o'qigan dal mening qizim bo'ladi. Ha, biz tanishib qolayli. Mening etim Mahmud. Qaqlar meni Mahmud o'tinchi deb chaqirishdi. Taqa, biz ufsab ketdik. Uylari kirib usullik ichib olsak bo'lamdikin. Albatta bo'ladi. Sizlardek aziz mehmonlar g'aribxonamga qadam tashirib qilsa, beshim ko'kka yetadi-da. Qani, marhamat. Aziz mehmonlar, oilimizdan namratchilik chiqib to'simu aytga buyurmay, kang kushada o'ltirishali. Rahmat taqa, o'zlari mehmon do'stkanlar. Ha, qani, o'ltirsizlar, o'ltirsizlar. Amin. Xudo tansa xotirjamlikni bersin. Allohu akbar. Sev turiblar taqa. O'ltirsizlar. Mehmon kelsa, uyning berkit bo'ladi degan gap bor. Amanisa xon, mehmon keldi. O'ltirsizlar, o'ltirsizlar.
Mərhum xanımız nima deyirdigan g'azalkan qo. Haqiqatim adolatli ulug' hamdor niyatlar nafisa çalışlarni qilib bu panjigasini Nafis degan kimdi? Nafis. Dağa, mərhum xan alilərini mədeyligən Nafis kim bo'ladi ekan? Aha. Nafis, qizimning taxallusi. Qizim qandaqmı başqalarning she'rini o'qisin. Nafis. Dağa, hörmətli Nafis xanım, hozirning o'zida bizga bir akoblet she'r yozib beralami? Jigit, bu nima deganingiz? Bir o'tinchining qizi she'r yoza olamdi deb, uni ko'zga ilmayapsiz. Yo'q, dağa, xafa bo'lmaslar. Aslida u undaq demoqchi emas. Shundoq. Dada, Ko'rib beqing Jigit. hajab qildi bu bandi meni masxara. Tikan bo'lib sanjildi pak qalbimga. Dağa, bizni kechirsizlar, ortiqcha gumonlanibdik. Kerak yo'q. Jigitlar, baya maslarning talabinglarni to'liq o'rladim. Endi sizlarning ikkinglardan biringlar bizga bir payda so'z chepamsanglar bo'lmaydi-ku deyman, ha? Beja keltiramiz. Ömrəxon, onu tərbiyələtib işləyənlərə rəhmət. Aman Nisa xanımın qoluğa hətta pəriştini soquyub verəndir.
Yaqindan buyon xon oliylarining ko'ngli perişan. Xon oliylari bilan shikarga chiqqanda nalarga bordinglar? Nima ishlar bilan shug'ullandinglar? Hürmetli xanish, xon oliylari asosan o'g'lidi, el için arlidi. Yanichi. Chiqib ketinglar. Qani ayting. Yana sahrodagi mashrablarga daxil bo'ldik. Yana Almisoqdan tortib bunda qoida yo'q. Agar o'sha 'tinchining qizi o'rdiga kirsa, u chaqda yakan xonligining shon-u shavkatiga muxolif ish bo'ladi. Ajiba avom xalqning qizlari o'rdiga kirsa, bo'lmamdikan? Qadirxon vazirining aytganlari rost. Meningcha xon oliylari Amonsaxonni husn jamolidan deb emas. Muhimi u fazilat ham qobiliyatda kamolat ketganligi uchun o'rdiga olib kirmoqchi bo'ladi. Qandoqli bo'lmasin? Shonu shavkatlik yakan xaqoni oddiy bir fuqaroning qiziga o'ylansa, xonligimizning nomiga yaxshi emas. Uning ustiga o'limolar ichidimi g'ulu paydo bo'ladi. Xon oliylari keldi. Bo'ldi bas. Bu nikoh ishi qayta g'ulg'ul qilinsin. Farmonim bo'yicha bajarilsin. Endi bo'ldi qizlar. Dadlarni ayab, uning ko'nglini yerim qilmaslar. Gapimni anglasizlar. Mahmud aka, xon oliylari Amonisa xonimni o'rtada g'iribsinib qolmasin deb, o'zlarini o'rdaga birga kelsin debdi. Shunga biz bilan birga o'rdaga borgan bo'lsalar. Rahmat qizim. Men sahroga ko'nib qolgan. O'rdiga ko'nmayman. Ah, Xudo, bugun men nima bo'ldim? Bugun asli xo'shal bo'lishim kerak edi. Nima uchun yosh to'kiman? Ömrahim, xon oliylariga salimimni yetkazib qo'ysinlar.
şagirdlerinin halidan obdanra xabar alalım. Bu mu xuddi öz qizlarga o'xshash. Mobada o orada zerikib qaqdak bo'lsa, tarqilib ketgan muqomlarimizni yig'ib, ratlashiga yordam qilaylik. Mahmud aka, xotirjam bo'lsin. Amin. Amin. Xudo qizimni o'z panohingda saqlab, uning baxtini bergaysan. Allohu akbar. Shundoq bo'lsin qizim. Hurmatli Malikam. Endi mang'in. Malik Amanni Saxinim orduga qadam tashrif qildi. Malik Amanni Saxinim orduga qadam tashrif qildi. Malik Amanni Saxinim orduga qadam tashrif qildi. Malik Amanni Saxinim orduga qadam tashrif qildi.
yaratgan egem. Pərishtide qızımni öz panohingda saqlagaysan. Xan alileri, bəxtən bərkət özlərə yar boğay. Rəhmət sizlərə. Aytqanlardek bolsun. Mahmud akam xan alilerine rəhmətini bildirib, ordağı kilenmeydiğanlığı üçün özür xalıq aytdı. Bu gapçı o, bundan keyin mu ordağı kilenmeydiken de. Malik amanın sahinim kichigidin tatıpla dadısıdan ayrılıp bakmagan. Assalamu alaikum. Hörmətlik Cənab-ı Vəzir Əsəm. Özlərinin bundaq sağlam toğallıqlarını görüb intayın xursam buldum. Rəhmət. Özlərinin qaytıdın ordağı kirib, xan alilərinin xizmetide boğanlarını mübarekleymen. Mana əmdi ordada sənət göhrümüz boğan muqam köylərini yəni ağlaydı kemizdi. Degenler kəsin hörmətli Qıdırxa ustaz. Şu məqsəd üçün tırışman. Qaranla, o aynı ordudan qoğlanıgan hilqi sazendi o. O nemi deb yeni kelgendi? Otonchi, sazendi edigen nemele. Bugünkü günde ordunun aziz mihmallarga aylanıp kılavatı da. Kızık iş. Xuda, pərishtide qızımni öz panahingda saqlagaysan. Malikem, bayqı dastanını şundaq moğluq ettiniz. Dadınız bilen yurtunuzu sevğinğan oxşamamsız. Ordağı kirgenizge bir qancha yıl op qaldı. Yurtunuzga berip tuqqanlaryňyzy yo'qlab kelsangiz boladi. Yol yirak. Onun üstüge ailelerden ayrılgım yok. Mening mugo sizden birden mi ayrılgım yok. Siz muzika bilen muqamga tolumu herismenkensiz. Men talabingizga qo'shilib, yakan xonligimizda muqamni yig'ib ratlashingizni qo'llayman. Rahmat alilarga. Halayık! Yerken Hakani şunu cakalaydı ki bugünden başlap xonligimiz tavasida muqam yig'ilib ratlanidu. Fuqarolarning orasida solchilib muqam italaydiganlar sizdan o'rniga kirib mahoratini ko'rsatsin.
Xanish aliler keldi. Merhamet. Çayga basla. Malikam, japa chekivatsiz. Her güni avam xalqlar bilan uchrashib turayotganingizni ko'rib, ham nasabingizni o'ylab, xotirjam bo'lolmay, sizdan ansirab turayotman. Kuyinganlarga rahmat. Ham yana butkul el yurtni qo'zg'ab, muqam haqida jar silinsa, Dana xan aliylarning sha'nu shavkatiga nuqson yetib qolishidan ansirab turayotman. Malika singlim, siz ichimizda hammadan aqlliq, eng ziyrak. Bizdek xonishlarning nimani qilib, nimani qilmasligimiz kerakligini obdan bilasiz. O'ltiring. Anglasam, muqam yiqili sahrolarga o'zingiz boqidaksiz. Amanisa xan alileri sizning o'rnidan chiqib, xalq orasiga birishtirib qo'shilib obdan qildi. Buning uchun xan alilerga ko'p rahmat aytsak bo'ladi. Uzundan buyanqi orzuyim shu edi. Biroq ustoz, bu menga rost emasdek tuyulyotdi. Yo'q qizim, bundoq o'ylamaslar. Buning hammasi rost ish.
Dadam tenha kaldı. Al günü qandaqkin. O işlarni ko'p o'ylab ketmisizlar. Mahmud akam xushchaqchaq odam. Hargizmi g'iribsinib qolmaydi. Təsəlli bəgəllərə rəhmət, ustaz. Hoca Muhammed İhsan Hazretleri geldi. Amin. Amin. Allah tellerini aman, devletlerini ziyadı kılgay. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rahmet. Oltirayli. Xan alileri, özlerine ma'lum qiladigan muhim ish botdi. Aytsizlar. Ulug' xan alileri, xabarlari bormikin? Xandonligimiz tavalligidik fuqarolarning dod faryodi kun sari kuchaymoqda. Faqir ixlosman sodiq murt bo'lganligim uchun ularning dod faryodiga parvo qilmay turolmadim. Xan alileri. Ba'zi odamlar shariat nizomlarini oyoq osti qilyapti. Kimlar? Hurmatli alileri. Sazanda Ömerning muqomni ratlash tashabbusi inshollarimizning diniy nizomiga muxolif ish. Hurmatli xon alileri. Faqir shariat nizomlarini qo'g'dashga mas'ul. Bu ishda alilerden ranjiyotgan yerimiz yo'q. Faqat Ömerning shariat nizomlariga xilof ishlardanla qattiq norozi bo'lyapmiz. Sizlarning Ömer ustozning o'ltirilganligidan xabaringlar bormi yo'q? Hurmatli xon alileri, Sazanda Ömerning o'limidan bizmi qattiq qayg'uryapmiz. Merhumning yatqa yeri cennet bo'lg'ay. Yani deydigan başqa gaplar bormi? Dana alileri, hozir fuqarolarning dod faryodi palak etib pug'on chekishmoqda. Faqir Mansurning to'polon ko'tarishini mush ishga munosabatlikmikin deb qarayman. Ularning to'polonini o'zim tinjitaman. Sizlarga ijozat. Malikam, Ömer ustozning ishini hozir tilg'amay turayli. Mansur to'polon ko'tadi. Ba'zilar to'polondan foydalanib qasddan chatoq chiqaryapti. Men to'polonni tinjitib, o'rniga qaytib kelgicha muqomni yig'ib ratlash ishini
vaqtincha to'xtatib turing. Alileri. Kechirsizlar. Ömer ustozning o'limi ham muqamni ratlash ishining to'plan bilan nim munosabati borligini bilmayapman. Bu ish sal murakkab. Keyin bir narsa deyishamiz. Aman Nisaxon. Siz meni do'st bilan dushmanni ayrimidi deb ayblayapsiz qandaq? Bo'ldi. Bu qitimqi to'polangni qandaq tinchitishda ko'nglimda son bor. Qararimga hurmat qilg'aysiz. Adolat iniganam o'rniga kelib sizga hamroh bo'ladi. O'zingizni ko'proq asrang. Ömer ustozning ishini hozircha tilga olmay turaylik. Qararimga hurmat qilg'aysiz. Allahu akbar. Mübarek olsun. Bu heyet onda vakit geldi. Allah'ım oğlan. Amirler çok olgan heyet oldu da. Ayemlerin mübarek olsun Xaniş Aliler. Ayemlerin mübarek olsun. Xaniş Alileri. Ayemlerin mübarek olsun. Rahmet. Aman sakın Şunu deyme. Aman sahinim, bugün ecep kemmepti abi. Şunu deyme. Belkim o muqam bayramını ötküzüşünü kütüp oltağandı. Rastila.
Mijazlar özgürüp kalıp atamda. Orun tutup yetip qağallardan xan aliler xabar tapsa, qattiq ansirab ketidi. Xan alileri uzundu qaytib kelidi. Buldu Şam hemra mağa derdimgi derman bulup esledim sultanımni ah urup hasret çekip muqam üçün ötküzdüm keçilerni uykusuz ah nefisi. Xan alilerden keldiğin vaqt op qaldı. To'xtanglar. Bizni kirgizib eting. Biz Malika Amanniso xonni yo'qlab kelgan to'q. Biz kichigimizdilla billa o'ynab cho'ng o'g'an. Bizni kirgizib eting. Yo'q. Yodikor xonishning farmoni bor. Har qanday odamning kirishiga qat'iy bo'lmaydi. Meni chaqiryapti. Badamxonning ovozi. Chapsan ular boshlab kirsizlar. Qizim, qo'zg'almay yeting. Men chiqib qarab baqay, ha? To'la vaqrashmay, bu yerdan tez ketinglar. Ular Malikamning tuqqanlari, kirgizib etinglar. Ular belidagi qorliqni yeshiversin, ondan kirgizib etaman. Yo'q, o'lib ketgan qarindishimizga qorliq tutsak bo'lmamdi ekan. Shundoq. Belinglardigini yeshitinglar bolalarım. Bo'lmasa, orada kiramaysizlar. Badamxon. Yenimga kelinglar. Amanniso xon. Amanniso xon. Amanniso xon. Badamxon. Rahmat. Meni yo'qlab kelganinglarga tashakkur.
Sizlarni qo'ymi sekindim. Badamxon. Nemishga yig'laysizlar? Rahmat. Nemishga yig'laysizlar? Biz kichik emas. Dadam tinchlikmi? Mahmud ham Mahmud tog'am qazo topdi. Amansaxon. Amansaxon, qizim. Vazir, sizlarning fikrlarini anglab baxmoqchiman. Xonish oliylari. Malik xonim kichikdilla dadasiga vafodor cho'ng bo'lgan ekan. Shun u yurtiga berib dadasining tuproqlashini yo'qlab kelsinmikin? Eshon hazratlari, o'zlar nimdaylikin? Hürmetli xonish oliylari, faqirning qarashicha janobi xon oliylari hozir o'rnida yo'q. Uning ustiga bu oddiy ish emas. Shunga yanami obdaroq o'yinlab baqsaq bo'larmikin? Xonish oliylari, hozir Malik xonimning kesili eg'ir. Biz Malik xonimning salomatligini asırışımız lazım. Şoňa musobat işini dep uni yurtiga yo'lga silish hech qaysimizdan haddi emas. Bo'ladi emisi. Qarliq tutib kelgan. Ikki sahroliq o'rdidan qo'g'lab chiqarilsin. Amansaxon. Badamxon, qaytib ketinglar. Mendan g'am qilmanglar. Ularni ustib qo'ysizlar. Amansaxon. Badamxon, qaytib berib, dadamning tuproq beshig'i chiqib, mening o'rnimda xatmi Qur'on qilib qo'yinglar. Xatmi Qur'on. Ma'qul, amansaxon, ma'qul. Uxtam. Kızım. Nim bolla.
Kızım, sizlarga men o'qib berayman. Xan aliylari hozir nerdadir? Qaytamla, xo'sh emsi. Dada. Siz. Hazır. Qayerda? Ömer Ustaz. Muqam. Kızım. Boldu oylanmışlar. Muqamlarımı rətlenip bolduğu. Yo'q. Rətlenib.